$1000 pulim bor. Nimadan boshlasam bo'ladi? Bo'g'ozmi, yo'q qo'chqorlardanmi degan savolga javob beramiz. Ko'plab bizga savol kelib tushyapti. Nima olib boqqanim yaxshi deb. Shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa savollarga batafsil javob beramiz. Agar sizlar davlat ichida ishlayman, kuniga 2 mahalgina qarashga imkonim bor degan bo'lsangiz, sizlar uchun eng yaxshi maqbul variant bu 6, 7, 8 oylik qo'zi qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar do'stlar. Qo'zicha olamas. Nimaga unaqa deyapman? Tezroq оборотga kirish uchun bizga eng yaxshi variant baribir qo'zi qo'chqor bo'ladi. O'sha 7-8 oylik yemlashga tayyor bo'lgan qo'zi qo'chqorlarni olib boqsanglar, bu sizlar uchun 4 oy, 5 oyda pul оборот qilish imkoniyatini beradi. Boshida menga rosa maslahat berishgan, 3 oydan oshgan 4 oylik bo'lgan qo'zichoqlardan olgan 20 ta, 30 ta olib qo'ysang, ular tezroq yetiladi deb maslahat berishgan. Bu narsaga men qo'shilmayman, sizga tavsiya ham qilmayman. Qo'zichoqlar sizlarni 5 oy, 6 oy vaqtinglarni oladi, pulingiz minus ketishiga sabab bo'ladi. Nimaga? Chunki qo'zichoqni olib kelganingizdan keyin siz uni yemla olmaysiz, bo'yini o'stirib boqishingiz kerak. To'g'ri, arzon narsalar bilan boqishingiz bo'ladi, lekin u sizni vaqtingizni 5 oyga zayin qilib qo'yadi. U yetilib to siz uni o'zingizga kerakli foyda sotguningizga qadar yutqizib qo'yasiz katta summaga. Vaqtim bemalol, qo'yni tushunaman, yaxshi qara olaman, e'tiborli bo'laman deydigan, yaylovim bor yoki aylantirishga joyim bor deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularga maslahat shu bo'g'oz qo'ylardan olish. Bo'g'oz qo'ylar tuqqandan keyin sizlarga qolgan bolasi foyda. Bolasini 3 oy, 4 oydan keyin bemalol 3 milliondan oshig'iga 3 million atrofida sotsanglar bo'ladi. Lekin aylantirishga joyi yo'q, faqatgina qo'ran ichida boqadigan odamlarga baribir qo'zi qo'chqor men maslahat beraveraman. Go'sht yo'nalishi bo'yicha hech qachon yutqizmaysizlar. Yaxshisini tanlab oladigan bo'lsanglar, bo'yi uzunini, baqvatini tanlab oladigan bo'lsanglar, ertaga sizlarga yaxshi natija beradi. Har doim bitta eskilardan qolgan gap bor, men ko'p odamlar aytishardi. Nima olsam puling ketyapti, olsammi, xarajat qo'shsammi, yaxshisini olgin, baqvatini olgin, chiroyli narsani olgin, ertaga olganingga afsuslanmagin deyishadi. Ko'pchilik yozadi, qo'zi olib qo'ydik, qo'y olib qo'ydik, o'smayapti, nima qilsak bo'ladi, nima vitamin bersak bo'ladi deb so'rashadi. U ona suti bergan vitaminni sizlar hech qanaqa dorilar bilan ta'minlab bera olmaysizlar. Bu vitaminni berish uchun baribir ona sutiga to'yg'ishgan bo'lish kerak qo'zilar. Ana o'shandan keyin bo'yi o'sadi, shunaqa chiroyli holatlarda bo'ladi qo'zilar. Bitta qilib aytganda, $1000 pulinglarni nimaga sarflash mumkin? $1000 eng yaxshi qo'chqorlardan olib, 4 ta yoki 3 ta qo'chqordan olib tashab qo'ysanglar bo'ladi. Agar bo'g'oz boqa olaman, e'tibor bera olaman, pastdan qarab tura olaman deydigan bo'lsanglar, bo'g'oz qo'ylardan yoki ona bola qo'ylardan olib qo'ysanglar tez ko'payadi. Tez ko'payishi qo'y baraka Alloh tomonidan berilgan bu bir baraka biz uchun qanaqasiga bo'lsa ham ko'payaveradi. Prosta boshlash kerak, harakat qilish kerak bo'ldi.